Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Winston idorasidagi qora chashli qiz bilan Zafar maydonida ko'rishishga kelishganligi, u maydonga kelgandan keyin odamlar to'piga kirib qolganliklarini o'qib o'tgan edi. Endi davomini o'qiymiz. Uzun qatarlashqan kozupluq mashinalar asta meňiwatatdy. Kozupning töt burjigida avtomat tutib algan muz chiray muhofizatchilar tik turatdy. Kozupda jul-jul bo'lib ketgan, yeşil ranglik forma kiyib algan Moңg'ul chiray mahbuslar bir-biri bilan qistilishib, tizlanib o'tirishatdy. Ularning chiroyidan hech qanday narsaga qiziqsinish alomatlarini ko'rgili bo'lmaydi. Mashina har bir silkinganda tömürning g'ichirlagan ovozi anglanatdi. Hammasining putida ishkal bor edi. Nurg'un mashina o'tdi. Winston mahbuslarning mashina kozupida ishkanligini bilatdi. Ammo faqat pat-patla qarab qo'yatdi. Ikkalan murlaridan jaynaklargacha ching tegishib turishqaydi. Ularning mangzlari tegishib qolayla degan bo'lib, bir-birining haroratini his qila oladi. Qizchaq yana oshxondagidek tashabbuskorlik bilan ifodasiz bir ovozda shivirladi. Uning lavlari bilinar-bilinmas medirlagan bo'lib, atrofdagi varang-churungda uning ovozini farqlantirish bekla tas edi. Ovozimni anglayaldingizmi? Ha. Yakshanba tushdan keyin bekor bo'la olamsiz? Ha. Amsa obdan esingiz tutib oling. Paddington bekitiga borsiz. Qizchaqning harbiylari xos intishligi uni hayron qoldirdi. U Winstonga mangdigan yo'lni tafsiliy aytib berdi. Poyezdda yarim soat mang'atdan keyin tushsiz. Ondan bekatdan chiqib, so'lga burilib 2 kilometr mangsiz. Ustidagi limi yo'q bir darvozadan o'tsiz. Etiziqdan kesib o'tadigan bir yo'lga kirsiz. Ondan o't cho'p o'sib ketgan bir yo'l bor. Uningdan bir chatqallarning orasidagi chig'ir yo'lga kirasiz. Ondan qurib mux bisib ketgan bir daraxtning qishida tursangiz bo'ladi. U xuddi xarita kallasida bordek aytib berdi. Esingizda tutib oldingizmi? Ha. Yana bir deb beray. Avval so'lga, ondan o'ngga, yana so'lga, ondan limi yo'q darvozadan o'tsiz. Bildim. Soat qanchida? 15 atrofida. Sal saqlab qilishingiz mumkin. Men boshqa yo'l bilan boraman. Aniq esingiz tutib oldingizmi? Ha. Undaqda mendan tez yiroqlashing. Qizchaqning Winstonga buni deyishning hojati yo'q edi. Ammo ular bu chog'da bu to'pning orasidan chiqib ketolmadi. Mashina texcha o'tib Mahbuslar yanala avvalqidek o'likdek qarshib turadi. Boshda uyoq-buyoqdan isqirtgan, tovlagan ovozlar anglangan edi. Bu faqat kishilarning orasidagi partiya a'zolarining ishi edi. Ammo ular tezda to'xtab qoldi. Hammaylar bir xil hayronlik, qiziqish bor edi. Ularga nisbatan Yevro Osiyalik yoki Sharqiy Osiyalik chet elliklar notunish hayvonga o'xshaydi. Amaliyotda okeaniyaliklar bularni faqat mahbus holatida ko'rib boqqan. Ko'rdi deganlarimi faqatda hozirgidek bir necha minutlar ko'rgan edi. Ularning orasidagi oz sondagi urush jinoyatchilari sifatida oshkora dorga esildiganlardan boshqalari nima ish bo'lganligini hech kim bilmaydi. Boshqalari faqat yo'qolib ketadi. Balkim emgak lagerlarida bo'lishi mumkin. Endi Moңg'ul chiray emas, Yevropa irqidagilar kelishga boshladi. Ularning usti bishi maynat, soqollari o'sib ketgan, intayin horg'in ko'rinadi. Ularning nigohi o'ruqlab bo'rtib chiqqan mang'iz so'ngaklarining ustidan o'tib, turib Winstonniki bilan uchrashib qoladi. Ularning qarashidan ba'zida bir xil jiddiylikni ko'rgili bo'ladi-yu, yana chaqmoqdaklar yo'qab ketadi. Mashina konvoyi oxirlashaydi dedi. Eng oxirgi mashinaning kozupida bir qeri buvay ko'rindi. Buvayning o'sib, changilishib ketgan ko'mishrang sochlari yuzini to'sib olgan edi. U qo'llarini oldiga qo'shtirib olgan bo'lib, xuddi bog'lab etilgandek ko'rinadi. Ikkisining ayriladigan vaqti bo'lib qoldi. Eng oxirida qistongchilik ularni bir yerga akilib qo'ydi.
Qizchaqning qo'li Winstonninkini chingita birini siqib qo'ydi. Balkim 10 sekundmi o'tmagandi. Ammo ularga nihoyat uzun qo'l tutishib turgandek bilindi. Winston uning qo'llarining hamma yerini aniq bilib olmoqchi bo'lgandek qizchaqning barmoqlarini, chiroyli yasalgan tirnoqlarini, ishqilib yiriklashib ketgan alqonlarini, beg'ishning yindiki yumron go'shtlarini silashtirib ketdi. Garchi qo'li bilan silgan bo'lsa-mu, xuddi ko'zi bilan ko'rgandek bo'ldi. Shu chog'ning o'zida u qizchaqning ko'zining qandoq rangda ekanligini bilmaydiganligini esiga oldi. Balkim qo'ng'ir bo'lishi mumkin. Ammo qora chachli qizlar odatda ko'k ko'z keladi. Bishni burab qizchaqning ko'ziga qarash shu tapning o'zida intayin hamoqatlik edi. Ular qo'llarini ching tutishib, odamlar to'pining ichida oldi tarafdan ko'zni uzmay qarashib turdi. Winston umid qilayotgan qizning ko'zlari o'rnida bir mahbusning qayg'uliq ko'zlari sangilab tushgan chochlari orasidan Winstonga tikilib turadi. Winston bukta shaxlar ala bo'lmay soya tashigan chig'ir yo'ldan o'tdi. Altunda quyosh nuri shaxlarning orasidan chig'ir yo'lga nur sepatdi. Yo'lning so'l tarafidagi daraxt ostidagi hamal gullar bilan qoplangan yer tumanliq ko'rinadi. Issiq havo teriga chaplashib turgandek bilinadi. Bugun 2-may edi. Daraxtzorlikning ichkarisidan bulbullarning sayrayotgan ovozi anglanadi. Winston sal baldur kelgan edi. Bu yerni tepish unda qiyinga tushmadi. Qizchaqning tajribasi qarab, u bek qo'rqibmi ketmadi. Odatdagi ahvolda chuqum bo'sh ansirmaydi. Winston xuddi uni shundoq bexatar bir joy topa oladiganidek his qilgan edi. Odatda siz o'zingizni Londonga qaraganda yezda sal bexatar tura olayman deyalaytdingiz. To'g'ri, bu yerda ekran yo'q. Ammo bu yerdagi maxfiy joylarga tingshug'ish o'rinlashtirib etilgan. Ovozingiz har vaqt ilinib turishi mumkin. Uning ustiga boshqalarning diqqatini qo'zg'amay yolg'iz yo'l yurish oson emas. 100 kilometrdan oshmaydigan musofaga pasportingizni elib olmasingizmi bo'ladi. Ammo poyezd stansiyasi degandek yerlarda chorlovchilarga uchrab qolsangiz, ular partiya a'zolarining munosabatli kinishkilarini surishtiradi va har xil savollarni so'rab, sizni beorom qiladi. Taliga uningga chorlovchilarmi uchirmadi. Poyezd bekitidan mingib kelgicha u orqasiga chandurmasdan pat-pat qarab, keynida odam tushgan tushmaganligini jazmlashtirgan edi. Poyezdda liq proletarlar bor edi. Yoz havosidami tang, ularning kayfiyati yaxshi ko'rinadi. Winston chiqqan yog'och o'rindiqliq bo'lmiga boshqa yana bir cho'ng oilami chiqqan edi. Tishi tushib ketgan ulug' mo'misidan amdi 1 oylik bo'lgan navrsigacha bir muncha odam billa bo'lib, ular bugun tushdan keyinlik vaqtni yezdagi tuqqini bilan o'tkazmoqchi va shu fursatda qora bozordan seriqmay olmoqchi ekan. Yo'l ozroq kengaydi. Winston qizchaq deb bergan chatqalning orasidagi qo'y kalalar mingib shakllanib qolgan chig'irga kirdi. Winstonda soat yo'q edi. Ammo u 15 bo'lmaganligini jazmlashtira oladi. Pastdagi hamal gullar bakla quyuq bo'lib, ularga dasmay qadam olg'ili bo'lmaydi. U vaqt o'tkazish uchun pastdagi hamal gullardan terishga boshladi. Uningdan biror dasta gul qilib qizchaqqa berarman degan xiyolmi yo'q emas edi. U cho'ng bir dasta gul qildi. Gulning hidi ancha puroqliq emas edi. Dal shu chog'da u keyndan kelgan bir ovozdan qitib qoldi. Qadam tevishi anglanayotdi. U gul teriverdi. Mushundaq qilish eng to'g'ri edi. Bu shu qizchaq bo'lishi mumkin yoki boshqa iziga tushgan biri bo'lishi mumkin edi. Atrofga qarash muvofiq emas edi. U davomli teriverdi. Bir qo'l yengilgina uning mursiga tushdi. U beshini ko'tardi. Qora chachli qiz edi. Qizchaq beshini chayqadi. U un chiqmaslikqa berilgan signal edi. Ondan u chatqallardan ayrilib, tar chig'ir yo'ldan Winstonni boshlab daraxtzorlikning ichiga qarab mangdi. U ilgari bu yerga kelib boqqandek qiladi. Chunki u sosliq azgonlardan tulumi chapdastlik bilan atlab mengotadi. Winston agishib mangdi. Qo'lida gullarni ching siqimdib olgan edi. Uning oldida qovul to'lgan bir badan mengotadi. U beliga ching qilib qizil balvoq chigib olgan bo'lib, to'lgan kassasini alayda gavlandirib turadi.
Buningdan Winston o'zini taqib turqi qalmashmagan bir erkishlik his qilib qoldi. Hatto hozirmi qizchaq burilibla Winstonga qarsa, niyatidan yana yaltayib oldigandek bilinib ketdi. Havoning yiqimliqligi va yupurmoqlarning yeshilligi uni bo'shashtirib qo'ydi. U poyezd bekitidan mengib kelgicha may oyining quyosh nuri uni badallari kirlishib ketgandek, o'ngsili qolmagandek tuyg'uga akilib qo'ygan edi. Ishxonadan chiqmay ishlagachga Londonning qop-qora is to'zonlari Winstonning tar tüşüklarini etib edi. Qizchaq Winstonga xuddi uni ta hozirgacha bundoq yo'ruq, uchuqchilikda ko'rib boqmagandek qarab Ular qizchaq gapini qilgan heliqi daraxtning yeniga keldi. Qizchaq daraxtdan atlab o'tib, shaq-shumbularni qayridi. U yerning ichida chiqadigan biror eg'iz ko'rinmaydi. Winston agishibla kirdi. Bu yop-yeshil o't-cho'plar bilan qoplangan kichikgina bir to'pilik bo'lib, to'rt atrofi zichda o'sgan ko'chatlar bilan him to'silgan edi. Qizchaq to'xtab burildi. "Mana, keldik oxiri", dedi qizchaq. Winston qizchaqdan faqat bir qancha qadamlar yiroqlikda uningga qarab turardi. Shundoq turuqliq u texcha qizchaqqa yiqilishga petinolmayotdi. "Chig'ir yo'lda gap qilishdan ehtiyot qildim", davomlashtirdi qizchaq. "U yerda maxfiy tinchug'ich bo'lishi mumkin. Meningcha yo'q, ammo bir nima degil bo'lmaydi. U cho'chqalarning birari chuqum ovozingizni tunivilishi mumkin. Mana bu yer bexatar." Uningda tig'cha qadam olg'idek jur'at yo'q edi. "Mana bu yer bexatar", deb takrorladi Winston tillari kalvolashgan holda. "Shundoq, daraxtlarga qarang", dedi qizchaq. Bu inchika armudun ko'chatlari edi. Ilgari bir qatim kesib o'tilgan bo'lib, hozir qaytadan ko'klab, quyuq daraxtzorlikqa aylanib qolgan edi. Tomliqi aran odamning beg'ishchilik kelatdi. "Ko'chatlar nihoyat kichik, tinchug'i jo'shirib qo'ya olmaydi. Uning ustiga men bu yerga kelib boqqan", dedi qizchaq. Ular deyishkili gap topolmayotdi. Winston amdi qizchaq tarafga yaqinlashdi. Qizchaq Winstonning oldida o'ra turardi. Chiroyida xuddi Winstonni "Siz nimancha mismiz" degandek bilina-bilinmas masxara kulgisi bor edi. Yerda hamal gullar ichilib yotadi. Bu gullar shoxlaridan o'zlari tushib ketgandek qiladi. Winston qizchaqning qo'lini tutdi. "Ishnamsiz, ta mush daqiqacha sizning ko'zingizning qandoq rangda ishkanligini bilmaydim", dedi Winston. Qizchaqning ko'zi qo'ng'ir, kirpiklari qora edi. "Mana meni amdi obdan ko'rdingiz. Qandoq? Yana qarashqa chiday olamdikansiz?" "Albatta, shundoq bo'lmamdigan. Men 39 yosh, ming bolalikda qutula olmagan bir ayolim bo'lgan. Mushuqimda yara bor, yana texi 5 tishim yolg'on." "Korim yo'q", dedi qizchaq. "Meningcha, men bir narsalarni surishtirishda sizdan yaxshiroq deyman. Qani, menga dengchu, heliqi xatni yezishdan ilgari men haqda qandoq o'ylarda bo'lgandingiz?" Winston uningga faqat yolg'on aytqusi kelmadi. Balkim dastlabida uningga o'zining eng yomon xayolini aytish, muhabbat izhor qilishning bir xil usuli bo'lishi mumkin edi. "Sizni ko'rishni faqat xolamaydim. Avval bosqinchilik qilib, ondan o'ltirib etish ko'yda bo'lib boqqaydim. 2 hafta ilgari ikkimiz uchrashib qolganda, tosh bilan kallingizni mijib etishni xayol qilib boqqan. Rostini desam, sizni ideya soqchilari bilan aloqasi bor deb gumon qilatdim." Qizchaq ichilib kulib ketdi. Aniqki, u buni o'zining niqoblanish mahoratining ustunligiga berilgan maqtash deb tushungan edi. "Yo'q, men hargizmi ideya soqchisi emas. Rostilla, shundoq o'ylagan bo'lg'aymitdingiz?" "Yo'qay, undoq emas. Shu qiyofatingizdan shundoq o'ylab qoptikanman. Sizmi to'limi yosh, chiroyli, sog'lom emasmi? Nimishqa bundoq o'ylab qolganimni sizmi tushunsiz? Men texi sizni meni bir munavvar partiya a'zosi deb o'ylab qopsiz-da. So'z harakatingizga qarabla bayroqcha, namoyish, viviska, musobaqa, kollektiv dala yurishlari qatorliq narsalarning ishi emasmi? Texi yana
Bu qiz fursat topsala meni ideya saqchilariga chiqib qo'ydi. Shuning bilan jinimdan ayrilaman debmi o'yladingiz haqachon? Ha, shundoqroq o'ylab qolganim rost. Sizmi bilasiz, nurg'un yosh qizlar shundoq emasmi? Mana mushu narsani qilgan ishi. Debla u belidagi shahvoniyatga qarshi yoshlar uyushmasining qizil balvig'ini yeshib, shoh ustiga cho'ribatdi. Ondan qo'lini beliga qo'yganda, qo'li bir narsaga tekkandek bo'lib, paltosining yonchug'idan bir parcha shokolad chiqardi. U shokoladni o'ttirdan ushtib, birini Winstonga sundi. Shokolad qora va poqiroq bo'lib, kumush rang qog'ozga o'ralgan edi. Shokolad odatda suz qo'ng'ir rang bir nima bo'lib, xuddi axlatni kuydirganda chiqadigan istek tititdi. Burun bir chog'larda qizchaq hozir uningga bergandek bir shokoladni titib baqqanligi uning esiga keldi. Uningda shokoladni bir eg'iz chaynash bilan tangla, til bilan ifodalab bergili bo'lmaydigan to'liq kuchlik, odamni beorom qiladigan aslimilar uyg'ondi. Buni qayerdan topdingiz? So'radi Winston. Qorong'u bozordan, dedi Julia parvosizlik bilan. Bundaq narsalarni tepishqa ipim bor. Musobaqalarda yamonman. İşpiyonlar ətirtida çığımda bir kichik gruppaning beshi edim. Shahvoniyatga qarshi yoshlar uyushmasida haftada 3 kesh fidoyi bo'lib ishlaydim. Soatlab ularning quruq shuarlarini butkul Londonga choplaydim. Namoyishlarda plakatlarning bir beshini men ko'taratdim. Har doim ko'tarangu yuratdim. Har qanday ishqa bahona ko'rsatmaydim. Kishilar bilan tang yuqori ovozda vaqiraytdim, jaqiraytdim. Demakchimanki, bexatarlikning birdan-bir yo'li mushu edi. Shokoladning birinchi partisi Winstonning og'zida erib bo'ldi. Ta'mi bek payz edi. Lekin bayamqi aslima Winstonning engining bir bulunglarida go'yoki kuchlik, sezgili bo'ladigan, ammo aniq shaklini ilg'o qilg'ili bo'lmaydigan, ko'zning quyruqida ko'ringan narsadek leylab yuratdi. U bularni qalisidan chiqarib etishga tirishdi. Halbuki Winston bu aslimining aslida o'zi yeni bilishni xohlaydigan, ammo qilinib bo'lgan ma'lum bir ishning aslimisi ekanligini biladi. Siz bek yoshkansiz, dedi Winston. Siz mendan 10-15 yosh atrofida kichik. Qayerimnimi yiqtirib qolgansiz? U sizning yuzlaringizda. Men bir ta'limni sinab boqay deb o'yladim. Men kishilarni tunib bilish usta. Men sizni bir ko'ribla sizning ularga qarshi ekanligingizni bilib olgan edim. Ular degani partiyani, ya'ni kelib ichki partiyani ko'rsatdi. Julia ular to'g'riliq to'liq nafrat hissiyoti bilan so'zladi. Agar bir bexatar yer bor deyilsa, bu yerning dal shu eng bexatar yer ekanligini Winston bilgan bo'lsa-mu, Julianing bundoq uchuq nafrati uni yanada sal tashvishlantirib qo'ydi. Winstonni hayron qoldirgani Julianing tilidagi qo'pollik edi. Odatda partiya a'zolari qasam qilib gap qilmaydi. Winstonning o'zimi unda qasam qilib to'g'lab yurmaydi. Lekin Julia partiyani, bo'lib-mu ichki partiyani tilga olsala, ushshaq ko'chalardagi meynat suv azgallarining qashidagi tomlarga yezib qo'yilgan afsonaviy tillarni ishiltib tillab ketadi. Winston Julianing bu ishdan bezorlik his qilmadi. Bu faqatla Julianing partiya va uning yo'liga bo'lgan nafratining ifodalari edi. Bu xuddi ot sisiq o't cho'pga uchrab qolsa, burnini o'rib pushqurgandek to'liq tabiiy bir inkos edi. Ular bu yerdan chiqib, bellaridan tutishib, soyliq chig'ir yo'lda yaqin chaplashib mangishdi. Winston uning qizil balvog'ini eliyotgandan keyin belining naqadar yumshoq ekanligini sezdi. Ular tuvan ovozda shivirlashib mangdi. Julia sirtda past ovozda gap qilishning bexatarlik ekanligini eskartgan edi. Ular kichik bir yog'ochning qishiga keldi. Julia uni to'xtatdi. Uchuqchilikqa chiqib qolmayli, boshqalar ko'rib qoladi. Shohning keyinda tursak, hech kim ko'rmaydi, dedi Julia. Ular Korilos daraxining soyasida o'ra turishdi. Quyosh nuri quyuq yupurmoqlar orasidan ularning mangzlariga tushib turadi. Winston yiroqdagi keng dalaga qarab, birdilla qattiq hayronlik his qildi. U bu yerni tunigan edi. Bu yer o't cho'plari ala qo'ymay
yeyilib ketgan ko'na bir o'tloq bo'lib, o'ttirini to'la mengib shakllanib qolgan kichik bir chig'ir yo'l kesib o'tadi. Bu yerda chashqalar ko'lab chiqarayotgan to'pidan shakllanib qolgan kichik to'piliklar bor edi. Uduldagi abjaq chitliq tarafda qarayog'och shoxlari mayin shamolda yengil tavirinib turadi. Quyuq yupurmoqlar bo'lsa, ayollarning chechidek yumshoq yelpinib turadi. Cho'qim mush yerga yaqin bir yerda beliqlar üzüşüb yuradigan bir kichik iqin bordek edi. Ammo o'rni Winstonning esidan ko'tarilib qolgan edi. Mushu yaqin atrofda bir iqin bor emasmidi? deb pichirdi Winston. Ha, bor. U mushu itiziqning yana bir bishida. Beliqlarmi bor? Texi cho'nglar bor. Ularning so'gatlar ostidagi kichik ko'lchaklarda quyruqlarini o'ynatishib turganini ko'ralaysiz. Bu oltin yeza, rosti shu, deb shivirdi Winston. Oltin yeza? Hech, rostilla doim tushimda mush manzarani ko'ratdim. Qarang, pichirildi Julia. Bir qush ulardan 5 metrcha yiroqlikdagi shox ustiga qo'ndi. Shox ularning beshi bilan tang egizlikda edi. Qush ularni ko'rmaganda qiladi. Qush oftobda, ular bo'lsa soyida edi. Qush qanotlari bir kerib yig'di. Xundi quyosh nuridan qichiyotgandek beshini ichiga tiqib oldi va orqadilla zo'q-sho'q bilan sayrashga boshladi. Bu jimjitlikda qushning sayrishi odatdan tashqari jarangliq anglanadi. Winston bilan Julia bir-biriga ching chaplashib, hayajon ichida bu nag'maga quloq solyotdi. Nag'ma davomlashmoqda. Xuddi bu qush o'zining mahoratini ko'z-ko'z qilib qo'ymoqchi bo'lgandek ohanglari birining keynidan biri o'zgarib chiqyotdi. Ahang kuylar takrorlanib qolmaydi. Ba'zida u bir necha sekund to'xtab, qanot quyruqlarini qaytadan bir tuzashtirib oladi-da, yana nag'masini boshlab ketadi. Winston uningga bir xil ayminish, hurmat tuyg'usida qarab ketdi. Qush nag'masini kimlarga, nimalarga aytib berayotgandi? Atrofda uning yo bir hamriyi, yo boshqa biror raqibi yo'q edi. Qushni bu shoqqa qo'ndirib, bundoq zo'q-sho'q bilan bekor navo qildirayotgan nimadu? Winston birdan atrofga tingshug'ish bormidi deb o'ylab qoldi. Winston va Julia nihoyat past ovozda shivirlashib paranglashayotdi. Tingshug'ich ularning ovozini ololmasimi, qushnikini cho'qim olaydi. Balkim tingshug'ichni maxsus mushlarni farqlantirish uchun heliqidek qo'ng'issimon odamlar quloq yiqib anglayotgandi. Biroq birdamdan keyin qushning nag'masi Winstonning xiyolini yana ilib ketdi. Qushning sayrishi xuddi bir suyuq jismga o'xshash Winstonning beshiga to'kilib, andin yupurmoqlar orasidan sepilib turgan quyosh nuri bilan oralashib ketgan edi. U fikrlarini to'xtatib, tuyg'ularini qo'yibdi. Uning belaklari orasida qizning beli yumshoq va illiq edi. Winstonning yuragi silib ketdi. Chirklashishning har qanday bir kichkina alomatimi Winstonga bir xil yovvoyilarcha umid bag'ishlaydi. Kim biladi? Partiya balkim yıldızdan sesib bo'lgan bo'lishi, uning jafoliq turmush va mutlaq shaxsiyatsizlikka kuchab targ'ib qilishi, balkim o'zining adolatsizligini yepish uchun qilinayotgan bo'lishi mumkin edi. Agar Winston ularga siflis, mahav kasalliklarini yuqtirib qo'ya olgan bo'lsa, u buni ich-ichidan xalab qilgan bo'ladi. Ish qilib ularni ojizlatadigan, chiritadigan, tavritadigan qandoq ish bo'lsin, u qat'iy yanmaydi. Biz bu yerga yana kelamiz, dedi Julia. Odatda maxfiy o'rinni 2 qatim ishlatishdan chatoq chiqmaydi. Albatta, bu uda 1 oy yoki 2 oy deganlik emas. O'yg'inibla Julianing ish harakatlari jiddiy astoydil tus oldi. U kiyimlarini tez-tez kiyib, balvig'ini biliga chegdi va qaytish planini o'rinlashtirishga boshladi. Tabiiyki, bu Julianing ishi edi. Uningda Winstonda yo'q inchkilik bor edi. U son-sanoqsiz dala yurishlariga chiqqan bo'lg'achqa, Londonning atrofidagi yezlarni 5 qo'ldek biladi. U Winstonga boya kelganidan boshqa yana bir yo'lni o'rgatdi. Hargiz o'xshash yo'l bilan qaytmang, dedi u go'yo muhim bir prinsipni so'zlayotgandek. U
u boshda mangdigan Winston bo'lsa, yarim soatdan keyin mangdigan bo'ldi. Julia Winstonga bir yerning ismini deb berdi. U yerda ular yana 4 kundan keyin ishdan tushganda ko'rishdiganga kelishdi. U Namrat rayonlarning biridagi bir ko'cha bo'lib, u yerda bir uchuq bozor bor edi. Davomli qistaq-qistang, shovqin-suran bo'ladigan yer edi. Julia u yerda boqish yoki yeb izlagan bo'lib, yaymalarni aralab yuralaydi. Agar u bu yerning bexatarligiga jazm qila olsa, Winstonga kelishga ishora qiladigan. Agar undaq bo'lmasa, Winstonmu uni tunimasqa silib o'tib ketadigan bo'ldi. Agar taliyi bo'lib qolsa, qistangchilik orasida 10-15 minut paranglashib, yana bir uchrashishni o'rinlashtirib olg'ili bo'ladi. Shunday qilib, bu qitimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik, xayr qo'yish, Allohga omonat.